2025-yil 1-sentyabrdan boshlab umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari direktorlari lavozimining bazaviy tarif stavkasi 20% ga, o'rinbosarlari lavozimining bazaviy tarif stavkasi 15% ga oshiriladi. 2026-yil 1-yanvardan umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarining direktor jamg'armasi mablag'lari hisobidan direktor va uning o'rinbosarlariga faoliyat samaradorligi ko'rsatkichlari natijasiga ko'ra bazaviy tarif stavkalariga nisbatan tegishlicha 20 va 10% miqdorida har oylik ustamalar belgilanadi. Prezident maktabgacha va maktab ta'limi sohasida boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish bo'yicha yangi farmon imzoladi. Bu haqda Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova xabar berdi. Farmonga ko'ra, maktab direktori va uning o'rinbosari hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori ish haqi miqdori oshirilmoqda. Xususan, 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari direktorlar lavozimining bazaviy tarif stavkasi 20% ga, o'rinbosarlari lavozimining bazaviy tarif stavkasi 15% ga oshiriladi. Bog'chalar direktorlar lavozimining bazaviy tarif stavkalari 3 va 4-guruhdagi umumiy o'rta ta'lim tashkiloti direktor o'rinbosarlari lavozimining bazaviy tarif stavkalariga tenglashtiriladi. Respublikadagi 10 mingdan ortiq maktab direktorlari, 7 mingga yaqin bog'cha direktorlari hamda 35 mingga yaqin maktab direktor o'rinbosarlarining ish haqi miqdorlari oshirilishiga erishiladi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab esa umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarining direktor jamg'armasi mablag'lari hisobidan direktor va uning o'rinbosarlariga faoliyat samaradorligi ko'rsatkichlari natijasiga ko'ra bazaviy tarif stavkalariga nisbatan tegishlicha 20 va 10% miqdorida har oylik ustamalar belgilanadi. Shuningdek, tuman bo'limlarida qo'shimcha shtatlar ajratilmoqda va bu o'qituvchilar bilimini baholashni monitoring qilish, o'quvchilarga xorijiy til va kasbga o'rgatish vazifalarini amalga oshirish uchun tegishli lavozimlarni joriy etish imkoniyatini yaratadi. Hududiy bo'linmalari xodimlarining ko'p yillik xizmati uchun rag'batlantirish joriy etilmoqda. Jumladan, vazirlik tizimidagi qariyb 15 ming nafar boshqaruv xodimlariga ko'p yillik xizmati uchun rag'batlantirish tizimi yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari, maktab xodimlari mukofot puli miqdori mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 75% gacha, amalda 50% gacha miqdorida etib belgilanmoqda. Yana bir muhim o'zgarish. Avvallari maktablarning bo'sh turgan binolari ijarasidan tushgan mablag'larning 40% o'sha maktabda qolardi. Endilikda ushbu mablag'larning 75% o'sha maktab rivojiga sarflanadi.